Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun biz Minecraftning haqiqiysini o'ynaymiz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Xo'p do'stlar, avvalambor like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Hamda izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring, har qanday takliflaringizni yozing va videoni ko'proq odamlarga yuboring. Do'stlar, meni Telegram kanalimga ham obuna bo'lsangiz bo'ladi. Shunchaki Sherozbek Play deb yozasiz, pastki chiziqcha bilan albatta, va u chiqib keladi. Xo'p, do'stlar, mana men qishloq qurayotganida uzr. Bu dunyoyimda birinchi uycha tayyor. Xo'p. Xullas, umuman olganda go'zal uy qurmoqchiman men. Go'zal qishloqcha. Hech qanday chegaralarsiz bitta go'lim qo'yib qo'yaman va nima deydi? Qo'ng'iroq, har xil keyin yorituvchi talbalar deydimi, shunaqalar qo'yaman. Do'stlar, xudoga shukr, mana Minecraft ham ochdi menda. Ochganiku mayli. Ovoz bilan yozib bo'lyapti-da, ekran yozuvini. Oldinlar bo'lmasdi. Shuning uchun video chiqara olmayotgandim. Endi buni qaranglar. Xudoga shukr, mana 2026-yil omadli keldi. Allohga shukr. Xo'p, do'stlar, meni agarda siz tushunmayotgan bo'lsangiz, rus tilida videolar xohlamoqchi bo'lsangiz, albatta Sherozbek Play na ruskum kanaliga obuna bo'linglar. U yerda ham videolar chiqazaman, faqat rus tilida. Aytgancha do'stlar, mana shu joyda ham aytib o'tay. Mening yaqin do'stlarim bor. Bu Tarjima Uz va Bilolbek Play. Ularga ham iltimos qilardim obuna bo'lishingizni. Bu yer to'g'ri reklama bo'ldi, lekin sizlardan buni iltimos qilaman. Va oxirgi qavat bizning ikkinchi uyimiz tayyor bo'ladi. Ha do'stlar, shunaqa gaplar. Bu yerga yana ko'plab insonlarni qo'yamiz. Jitellar deydi, ko'pchilik o'sha jitellarni qo'yamiz va ular bu yerda yashashadi. Umuman olganda o'zimga bir qasr qurmoqchiman. O'sha qasrni ham quramiz. Xo'p do'stlar, videoga vaqt yetmay qolishi mumkin va lekin men baribir ham ikkinchi qismni chiqaraman. Xavotir olmang. Minecraftni mana shu qo'shiqlar qo'rqinchli o'tdi. Qo'rqinchli. Mana bunday qilamiz. Bloklarni oynalarga almashtiramiz. Bu ikkinchi uycha tayyor. Va uchinchi uyga navbat beramiz. Xo'p, do'stlar, yana bir narsa uchun uzr so'rayman sizlardan. O'tgan video sal kechroq chiqib qoldi. Buning uchun barchadan uzr so'rayman. Do'stlar, endi xudo xolasa mana shu kunora videolar chiqarishga juda ham harakat qilaman. U videoda ham aytib o'tganman. Ya'ni men deyarli o'sha kuni uyda bo'lmaganim uchun video kechga qolgan.
Bunday holatlar takrorlanmasligiga harakat qilaman. Lekin baribir ham takrorlanib qolsa meni kechiringlar. Do'stlar, mana bu YouTube kanalimda endi ko'proq so'rovnomalar bo'lib o'tadi, chunki Telegram kanalimda umuman hech kim deyarli ovoz bermayapti. Siz obuna bo'lib ovoz bersangiz, Telegram kanalimni ham yurg'izardim. Va do'stlar, 3-uyimizni 3-blogini quryapman. Bu videoni ko'proq odamlarga yuborsangiz, balkim tezroq 300 ta obunachiga ega bo'larmidim. Sizlardan buni ham so'rab qolaman. Albatta, malol kelmasa. Xo'p. Do'stlar, men unchalik mohir quruvchi emasman, ko'rib turibsizlar. Faqat 4 burchak uylarni qurib qo'yapman. Xo'p. Zombilar ham kelinglar, bitta golem qo'yib qo'yamiz mana shu joyga va o'zi hamma narsani hal qiladi. O'sha golem. Xo'p, mana qo'ydik golemni. Ketdi endi. Hammani damini beradi bu golem. Darrov spavn bo'lyaptimi bu? Yaqin orada spavner bormikan yo? Qiziq. 1, 2, 3, 4, 5. 5-qavatmi endi? Yo'q, tavba. Do'stlar, mana shu qishloqni barpo etganimdan so'ng piramida quraman va uning ustidan shundoq suv tashlab yuboraman. Ya'ni bu yerning aholisi toshqinga tayyor turishi kerak. Umuman olganda hazillashdim. Unaqa qilmayman. Bu qishloqni qurib bo'lgandan so'ng o'zimga saroy qurib olaman dedim va o'sha saroyda men yashab qolaman. O'sha shunda o'tkazib olaman va bo'ldi. Lekin himoya vositalarimsiz. Ya'ni bronyalar bo'lmaydi. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bo'ldi, ana bu uyimiz ham tayyor. Deyarli tayyor. Minecraft o'zi zo'r o'yin-da, do'stlar. Hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Va Minecraftning eng qo'rqinchli rejimi bu mirный сложность deydi-ku. O'shanisi. Xo'p. Mana bu yerga ham qo'yapmiz. Oynalarni joylaymiz. Va tayyor. Mana buni bosish kerak ekan. Mayli. Mana 3 ta uyimiz tayyor bizni. Endi 4-sini ham quramiz. Videoga ham 6 daqiqa qolibdi. Attik 6 daqiqa qolibdi. Buni qaranglar. 2, 3, 4, 5. Oy. 6. 7. Menimcha mana shu oxirgi uy bo'ladi yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Do'stlar, keyingi safar lekin albatta texnologiyalar qilishga harakat qilaman Minecraftda. Zo'r texnologiyalar quraman. Masalan, mashina, tank, samolyot,
Endi samolyot deya olmayman. Endi qurishga harakat qilaman baribir. Va men asosiy maqsadim o'zim orzuyimdagi uyni ham qurish Minecraftda. Bu uyni bir 2-3 ta videodan so'ng ko'rsataman. To'g'riroq quraman, yarataman. Minecraft albatta. Boshqa yerda chunki umuman yaratib bo'lmaydi. Do'stlar, videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, hoziroq kanalimga obuna bo'linglar, like bosishni unutmanglar va bu videoni ko'proq odamlarga yuboringlar. Kommentariyalarda fikrlaringizni, takliflaringizni yozib qoldiring. Nimaga ana u Toshpo'latning sarguzashtlari sizlarga yoqmadi? Shunisiga hayronman. Red Bull eng yaxshi o'yinlar. Menimcha, zo'r qo'shiq kelyapti, eshitdingmi? Arya Mas C918'ning kuyi. Zo'rda. Let's go to place where everything matters to us. Do'stlar. Nima olganda men bu kanalni bilsangiz kerak. Shundoq описаниесini o'qisangiz ham Olip Play kanalida ilhomlanib ochganman. Lekin Minecraft o'yinini iloji boricha Technoblade-ga o'xshab o'ynashga harakat qilaman. Va bu qishlog'imiz voy plus creepercha. Sasuvchi. Eng yomon ko'radigan, mushuk qo'ysam bo'ladi bu. Mushukni shuni qo'yveraman va creeper. Voy, kechiring buni. Qanasan creeper? Mushuklardan qo'rqadi creeperlar va fantomlar. Agarda siz mushuk boqib oladigan bo'lsangiz, u sizga har kuni nimalardir tashlab ketadi. Mana sizga qiziqarli faktlar kerak bo'lsa. Xush kelibsiz. Minecraft bu albatta do'stlar, videoni mana shu yergacha izohlarda do'stlar, video mana shu joyda o'zimizga yetyapti. Yana 3 ta uy qurganimdan so'ng qishloq bitadi va sizlarga o'sha qishloqni ko'rsataman. Doimo sog' salomat bo'linglar, barchangizni hurmat qilaman. Hech qachon charchamanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar va kanalimdan uzoqlashmang. Yangi videolar tez orada chiqadi. Xayr do'stlarim, sog' salomat bo'ling.